Suriya bozorlaridan assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana Qurbonlik bayrami yaqinlashib kelyapti. Hamma musulmonlar qurbonlik qilish maqsadida, qurbonlik ibodatini ado qilishlik maqsadida bozorlarga chiqib qurbonlik xarid qilishadi. Va biz ham hozir shu Suriyadagi bir narx-navolarni tanishtirib o'tishlikni yaxshi deb bildik. Agarda siz ham bu videoni endi qayerdan ko'rayotgan bo'lsangiz, ya'ni O'zbekistondanmi, Tojikistondan, Qirg'izistondan, Qozog'istondan, ya'ni qayerdan ko'rayotgan bo'lsangiz, qurbonliklar narx-navolarini videomiz ostiga izoh qismiga agar yozib ketsangiz, bizga ham bir ma'lumot bo'lib qoladi. Endi kimlargadir qiziq bo'lishi mumkin. Suriyada qurbonlik, ya'ni shakliga qarab emas, turishiga qarab bozorlik qilinmaydi-da, taroziga qo'yib turib, taroziga qo'yilib shu kilobay savdo qilinadi. Xo'p, bu yilgi narxlar Suriyada agar qoramol bo'ladigan bo'lsa, navos bo'ladigan bo'lsa, endi vazniga qarab turib, og'irligiga, keyin semiz, ariqligiga qarab turib, go'shtiga qarab turib, ya'ni $5 dan $5,5 kilosi. Ya'ni bir tonna bo'ladigan bo'lsa, misol $5,500 bo'ladi. 1000 kilo bo'ladigan bo'lsa. Sigirlar bo'lsa, hali tug'magan, buzoqlamagan sigirlar bo'lsa, narxi $4 dan $4,5gacha. Bu ham shu semizligiga, og'irligiga qarab turib narxlar o'zgaradi. Agar mana bunday ariq sigirlar bo'lsa, misol bir necha marta buzoqlagan boshqa sigirlar bo'ladigan bo'lsa, bular narxi $3,5 atrofida ekan. Qo'ylar narxi, qo'chqorlarning narxi $7 bugungi kunda. Kilosi buni ham tabiiyki, agar misol 60 kilolik bir qo'chqor bo'lsa, tirik vaznda 60 kilolik qo'chqor bo'lsa, $420 bo'ladi. Soliq qo'ylar narxi bo'lsa, tug'magan soliq qo'ylar narxi taqriban $6,5 atrofida, ya'ni 6,5 dan $6,5 atrofida. Va bizdagi bozorlar shunaqa. Siz ham siz tarafdagi bozorlarda narx-navolar qanday? Izoh qismida, videomizning izoh qismida yozib ketishingizni so'rab qolamiz. Qurbon bayramlarini yaxshi o'tkazinglar inshaalloh.